Assalamu alaykum do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz Urganch tumanida Güneş Hava yo'li Komsomolda. Şimdi bir qavatli 500 kvadrat metr bo'lgan hovli joyimiz sizlar bilan ko'rib tanishib chiqamiz. Hovli joyimizda eldidan 10 metr, uzinasini 50 metr bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, uyimizning eldlari navesta qilingan. Garajına ega, gaz, suv, svetdan umuman ko'z yurtdoshlar. Zo'r yerda joylashgan. Yakka chiroyli bo'lib Salon turan hovli joyimizni sizlar bilan birga ko'rib tanishib chiqamiz. Yurtdoshlar, bu joyimizni 50-10 metr, bu tarafı ko'rib turganingizdek 50 metr yetgan. Yurtdoshlar, shu boshlardan boradi ine ko'rib turganingizdek. Otisining ham molxonasi, to'yxonasi hamma narsasini ega. Ko'rib turganingizdek, eshiklar, stechchalar qilingan. Bu tarafni garajni ustini spa qilib, chiroyli yozda kuni o'tiradigan qilib ko'rganlar. Bu yerda gaz, suv, svetlaridan muammosi yo'q, hamma narsasi o'tib turibdi. Girish eshiklarimiz taxta darvozalardan qilib qo'ydilar. Bismillahirrohmanirrohim deb bizda obzorimizni boshlaymiz. Girgandan dolanimiz katta, enine 4 metr, uzunasına bir 15 metr, 16 metrlar chiqadi. Chap tarafimizda demir katyolu. Demir katyol bilan qizada edilni. Biz gelip gazlara hamma narsasi yetib turibdi. Rakovinamiz, fartuklari hamma narsasi qilingan. Soğuk holatda turibdi. Hammasi 100% plita bilan bosilib turibdi. Birinchi taşımızda. So'ng chap tarafda bir zal, 2 spalni, so'ng yana bir xonasi bor. O'zida o'tilmay o'tdingiz. Gelib qarash qilib bersangiz bo'ladi. Narx ham chiroyli narxda. 2 xonali kvartiraning narxini chiqardik mana aziz yurtdoshlar. Birimizni baland pul qilib qo'ydilar, o'tirish uchun dolanni, aynalarni qilib qo'ydilar, yoritish uchun taxta ramlardan eshiklarimiz xiyo taxta eshiklardan oladi. Birimiz zalami 4 metr, 6 metrlar bor, plita bilan bosilib turibdi, aynalar reshotga qilingan. Isvo holatda. Hech narsasidan muammosi yo'q, dokumenti tayyor aziz yurtdoshlar. 10-50 500 kvadrat metr hovli joyimiz bo'ladi. Birimiz spanimiz, aynalarımız, tenda profilden registrlerimiz, aynalar edildi, yer tutuşu için uyumuzda yan başına karab tuttu. Birimizden pliteler bilen bastınıp, suak halette tahta polkılını tuttu. Bir de ezde azgına marşrut transportlarımızda bir 50-60 metre yurt distansla marşrut dinlelerimize yurt tuttu. Dalandan birden profilde registrlerimiz taşalıp getirilgen. Bu tarafımız yine bir kanamız. Birimizden rişotçala koyup profilden registrlerimiz spalni kılsanız da desi karışık kılıp edip boladı. Bu ön tarafta aşkhanamız. Bizde aşkhanamızı götürsüler. Hemen esası tayarlık tuttu. Soğuk su montaj işleri hemen esası yet tuttu. Bu tarafta bir kladovkedin meste kaldırılgan. Birimizde ait etkenimizin 4. xanası. Birini pul kılınman için pul kılıp etsenizde bu tarafı taxta bilan bosilgan. Ezde bu xonasi. Depantinli ko'shib yerlar bu tarafimizda. Bu yan tarafimiz sanuzelimiz ag'u bilan qizar ekan, vannasi bor. Ayaktelar, devorlar, kafelar qilingan. Gazi, suv, svet hamma narsasi kelib turibdi. Narx ham zo'r, azizlar, narxini eshitib hayron qolasizlar bu joyimizning narxini. Bu tarafni ko'rib to'yxonasi, molxonasi shu to'raga tenchalli katta qilinib turibdi. Gelip tolga karışık kılışacak ezler. Eğer de alt durup daşa kılıp koyamam dedi o insanlarımızdan teklif kılamız. Narxam zor. Urganch tumanida Güneş Hava yo'li Komsomolda 500 kvadrat metr bo'lgan hovli joyimizni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Narxi 360 milyon so'm aziz yurtdoshlar. Eğer de alıp durup foydalanadigan, mol boqadigan, bir firma marka tarafini qilib beraman dedi o insanlarımızdan teklif kılamız. Niyat qilib qidirib insanlarımıza teklif qilib koyamiz aziz yurtdoshlar. Gelin görün satıp alın, arzan narxda 2 xanalı kvartiranın narxında 360 milyonluk hovli joyimizni sizlar bilan birga ko'rib tanishdik. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman holda xayrlashib qolamiz.